أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa Nuruddin As-Sabuni rahimahullah yazgan El-Bidayeh minel Kifayeh fil Hidayeh fi Usuluddin namlıq Ehli Sünnet akidesini sözleydiğen ehli bulup mu ehli sünnetçideki Maturidilerninki akidesini sözleydiğen meşhur kitap El-Bidayeh diyen kitabımızın El-Kavlu fi cevazi ru'yetillahi teala, yani Allah Teala'nı körüşünün caizliği hakkındaki söz diye geldik. Allah Teala'nı körüşünün caizliği hakkındaki söz diye geldik. Hoş, zehebe İmam Musannif dedi ki zehebe ehlul hakki ehlul hak yani kim ehlul hak yani kim ehlus sünnet vel cemaat. Ehl-i Hak'ta demiş karşısında demiş çünkü bunların karşısındakiler Mu'tezile, Havaric, Neccariye, Zeydiye, Rafiziler, şular Şialar boğalık için bunun da bataldı, Ehl-i Hak'ta bataldı. Yani kimken demek çoğunu yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat, El-Eş'ariye ve Maturidiye ve Fuddalâ'ul Hanabile. Bunlar Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Zehebe ehlul hakki. Ehlul hak şunun bağlı ki Ru'yetullahi Teala enne ru'yetallahi Teala bil absali caizetun aklan ve vacibetun sem'an lil mu'minine fid daril ahira. Yani ahiret huylusu da müminlerinin Allah Teala'nı köz bilen külüşü akıl cihetten caizdir, semi' cihetten vaciptir. Yani ahiret huylusu da müminlerin Allah Teala'nı közleri bilen külüşü akıl cihetten caizdir, nakıl cihetten vaciptir. Biz sizlere destekle çıkarıp sözledim. Şu bu mukaddimat diyen kitapta şunu götürdü sizlere. İmam Senefi yazgan mukaddimat diyen kitapta şu istilahatlarını, yani ilmi kalamının istilahatlarını götürdü. Mühim bir kitap da bu. Allah razı şunu bir okuşumuz mühim. Şu kitapta birinci başlaydığını hükümle sözleydi. Hüküm degen nima? Hüküm degen ya hüküm akli buludu, ya hüküm adi buludu, ya hüküm şer'i buludu. Hüküm üç xil buludu. Hem hükmül akli degenimiz üçge bulunudu. Biri vacip, yani biri caiz, yani biri müstehil deb üçge bulunudu. Vacip degen nima dese, mesela Allah Teala'nın sıfatları. Allah Teala'nın zatı ve sıfatları hemmesi vacibel vücud. Hemmesi vacip. Yani özgermeydigan. Vacip degen şunda buluşu kerak. Allah Teala'nın zatı buluşu lazım. Bulmusu bulmaydı. Nimişka min akıl deyimiz. Çünkü Allah Teala deydi o لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Eğer asman zımında Allah Teala'nın başka bir ilah boğan bolsaydı asman zımın buzulup gidetti. Demek Allah Teala'nın buluşu, onun bir buluşu. Bu şemmesi nima? Hüküm akli. Hüküm akli. Allah Teala bizge şunu hüküm akli arkalık getirip verdi Kur'an-ı Kerim'de bu. Eğer İki ilah boğan bolsa biri deydi kış kılımen deydi, biri deydi yaz kılımen deydi, biri deydi ötürmen deydi, biri deydi tildirmen deydi, biri deydi ak deydi, biri deydi qarı deydi. Şunu olan bir yerde nemi yüz buldu o? Nizamsızlık, nizam bozuludu. Allah Teala alemnin nizam bozulgan buladı. Alemnin nizam bozulmaganlığı. Kış, yaz, küz, yaz, bahar, hemmine şunda tertip bilen yağmur yağdı, gün çıkıdı, keç buludu, ünsümlükler kışta koruydu, yazda yaşayıp kökürep pişirdi. Şunun hemmesi nizamının hemmesi nemini gösterdi bizge. Bu alemde ilahının bağlılıkını ve bilgikellikini gösterdi. Allah Teala bizge şunu hüküm akli bilen Kur'an-ı Kerim'de bizge yol içpegenti şu vaktada. Yol içpegenti. Mana, hem de şu birinci hüküm demeken vacip. İkincisi mümkün. Mümkün de matuludu, caiz de matuludu. Caizel vücud de matuludu, mümkünel vücud de matuludu. Yani bar buluşu nime? Caiz. Barlığı mı caiz, bomaslığı mı caiz. Mesela siz ve ben caiz. Biz bolsak mı buludu, bommasak mı buludu. Biz bolsak mı bu alem buluyor buludu. Bommasak mı bu alem buluyor buludu. Yani bizim buluşumuzdan bu alemden hiç kadar bağlanışı yok. Anladın? Allah Teala'nın buluşuyla alemden bağlanışı var. Allah Teala bulmasa alem bulmaydı.
Lekin biz bo'lmasak olam buni biladi u. Demak biz joizlar vujudda mahluqotlar. Endi mustahil turgani ya'ni Alloh taolaning shirki bo'lishi mustahil. Alloh taolaning shirki bo'lishi nima? Mustahil. Bu mustahil degan qatorda. Alloh taolaniki mahluqlarga o'xshab qolishi mustahil. Alloh taolaning mahluqlariga o'xshashi. Chunki Alloh taolo laysa kamithli shay, nima? Alloh taolaning mahluqlariga o'xshab qolishi mumkin emas. Biz aql orqali deb chiqdik shuni, aql orqali. Ya'ni biz Alloh taolaning qadimligini isbotlab chiqish uchun Alloh taolo hech qanday narsaga o'xshamasligi kerak. Chunki shunda mahluq o'xshadimi Alloh taolo qadim bo'lmaydi. Azaldan tatbiq bo'lish uchun hech narsaga o'xshamagan vaqtida azaldan tatbiq bo'lgan mumkindan nima bo'ladi? Azaldan tatbiq bo'ladi. Lekin shunda bir mahluq narsaga o'xshadimi, uni o'xshash mahluq bo'lib qoladi, hodislab qoladi deb shuni hisoblab 5-ki darsda muqaddimatni qilib chiqqan edik, isbotlab chiqqan edik. Endi demak mustahilni tushungan bo'ldik. Endi bizda hukmul adi deb bir hukm bor. Hukmul adi. Hukmul adi degan masalan an-naru muhriqa. O't kuydiruvchidir. Hukmul adi mu mustahil, joiz, vojib deb bilinadi. Bilinadi, lekin hukmul adi o'zgarib qoladi ba'zida. Hukmul aqli o'zgarmaydi. Hukmul aqli abadan o'zgarmaydi. Shariatga xilof kelmaydi, o'zgarmaydi hukmul aqli. Lekin hukmul adi-cho o'zgaradi. Masalan, o'tniki hukmul adida an-nar muhriqa degan o't kuydiruvchidir degan nima? Hukmul adi. Odatdan chiqqan hukm. Odatda o't kuydiradi. Lekin Alloh taolaniki buyruq bilan o't kuydirmadi. Kimni? İbrahim alayhisalom o't kuydirmadi. Kuni bardan va salama degan bilan o't kuydirmadi. Demak bu odatdan chiqqan hukm. Ya'ni o't ba'zida kuydirmasligi mumkin. Demak hukmul adi o'zgargan ba'zida. Ya'ni xoriq ishlar bilan odatdan tashqari ishlar bilan hukmul adi o'zgarib qoladi. Endi hukm shar'iy chu desa, hukm shar'iy degan bizniki hukm shariat hukmlari yana. Farz, vojib, mustahab, sunnat degan masalan bizda 9 xil hukm bor. Qanday hukmlar bor? Farz, vojib, sunnat, mustahab, undan mubah. Undan hozir mubah o'tirdi uni. Nima tutadimi? Endi harom, farzning o'rniga harom, makruh tahrimi, makruh tanzihi, mustahabni o'rniga xiloful avla. Mustahab degan avla. Mustahabning o'rniga mana xiloful avla, mubah o'tirdi 9 hukm bor bizda. 9 dona shariat hukm bor. Buni endi biz ahkomus shar'iy deb ataladi. Xo'sh, endi buni bilib bo'lgan bo'lsak, ba'zi vaqtlarda masalan Alloh taolaniki ko'zlar bilan oxiratni ko'rishi nima aql jihatdan joiz. Aqlda biz buni nima deymiz? Mustahil deymiz. Aql hukmi aql jihatdan joiz, ya'ni ko'rishimi joiz, ko'rmaskimi joiz degan gap endi. Joiz tutadimi? Endi biz shariat hukmi bilan nima aylandi? Shariat hukmi bilan vojib aylandi. Nimishqa? Chunki Qur'oni Karimda 3 oyat keldi. Vujuhu yawmaydin nadira ila robbiha nadira degan oyatlar bilan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlar qiyomat kuni Robbinglarni xuddi 14 kunlik to'lan oyni ravshan aniq ko'rgandek Robbinglarni aniq ko'risizlar degan hadislar kelganligi uchun sam'an degan gap, ya'ni shariatniki kelgan naqliy dalillar bilan nima aylandi? Aqli joiz bo'lgan narsa vojib aylandi. Ba'zi tushunarmi? Ba'zida aqli joiz bo'lgan narsalar nimaga aylandi? Shariat hukmi bilan vojib aylandi. Bunda qoida bilan tushunarmi? Xo'sh. Shu mushadiki hozir mush ta'rifniki, mush aqidaniki ma'nosi shu. Nima deyapti? Ya'ni ahli haq, ya'ni ahli sunnat va jamoat, ya'ni oxirat ho'ylisida mu'minlarning Alloh taolaning ko'zlari bilan kulishi aql jihatdan joizdir va shariat jihatdan sam'an degan gap, ya'ni naqliy dalil jihatdan vojibdir degan ko'z qarashqa ahli sunnat va jamoat bodi. Xo'sh, endi xilofa lil mu'tazila. Bu ko'z qarash mu'tazilaga qarshi. Mu'tazila buning qarshi. Va xawarijlarga qarshi. Va najjariya, najjarilarga va zaydiya, ya'ni ravafid, rafizlardan bo'lgan zaydiyalarga. Chunki shialar bir qism, 12 qism, yamancha qism, ba'zi 24 qism bo'ladi. Shuning ichida zaydiya deb bir firqa Alloh taolaning ko'rinishini nima qildi ekan? Inkor qildi ekan. Xo'sh, endi bizga tafsiliy kiradi endi. Vaftaraqatil mu'tazilatu fima baynahum. Endi mu'tazilalar o'z oralarida shuningga shu vaqtda nima boshqacha fikrlarga ketdi. Firqalarga bilandi. Nima desa, annalloh taolo hal yara zatahu am la. Alloh taolo o'zining zotini ko'ralamdi yoki ko'rolmamdi deganda ixtiloflashdi. Bir firqalarga bilandi.
فَاَتَّرَفَتْ عَامَّتُهُمْ اَنَّهُ يَرَى ذَاتَهُ. Ulanınki köpçülük, ulanınki umum ise, yani köp sallıkı ennehu yara zâtehu. Allah Teala uzun zatını küreleydi, uzun zatını kürüdü deb itiraf kıldı. Ve enkerat taifetun minhum ennehu yara ve yura. Uladın bir taife Allah Teala'nınki yüzünü kürüdüğanlıkını ve kürül başkaları kürüdüğanlıkını inkar kıldı. Deydi. Emdi ve hüccetu ehlil hak. Emdi ve hüccetu ehlil hakkı. Hoş. Emdi bizniki karşı taraftaki adamını bildik. Bizni akidemizden bildik. Emdi biz karşı tarafının delilini sözlemesinden yüzümüzün delilini unutup gittik. Çünkü bu vaktiki deliller kündek uç aşkarı bu olacak. Ve hüccetu ehlil hak. Emdi ehl-i sünnet ve cemaatniki delili, hücceti. Sualu Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam'ın Allah Teala'nın rü'ya degen külüşni talep kılışıdır. Rü'ya degen heylak külüşni. Hemelen kaz heylak külüş kaç külüş o? Rabbi arini degen külüş. Rü'ya degen heylaklam ahad zihni. Hemimizin zihnimizde babı olan ve heylakı külüş. O bu külüş olsa yani Rabbi arini degen şu külüşni demekçi. Allah Teala'nın heylak külüşni sorugallıkı. Muşun ve ahlakının delili. Kema akhbara bi kavlihi celle celaluhu. Allah celle celaluhu uzun kavlinden haber belgin edek. Allah Teala mındak dedi. Rabbi erini anzur ileyk. Rabbi erini anzur ileyk. Yani Musa Aleyhisselam dedi ki ey Rabbim bana sen yüzünü körsetkin. Anzur ileyk ben sana karvalay. Ben sana bir karvasam. Yüzünü bir körsetsen dedi. Muşunun üzü Musa Aleyhisselam'daki külüşlü talep kalıbının üzü bizim delilimiz değil. Neymiş ha? Limada diyen söz geçiyor. Neymiş ha ise ma'a ennehu arafallaha hakka marifetihi. Musa Aleyhisselam Allah Teala'nı hakiki revişte tunup bilişi bilen billah munezzehen ani teşbihi vel cihati vel mukabele. Allah Teala'nın ki teşbihtin yani Allah Teala'nı ben mahluklarga o'xshatishdan, Allah Teala'nın bir tarafta buluşidan, Allah Teala bilan roburo, muqobil bilan roburo buluşidan, hammadan munazzah ekanligini bilgan holatida Musa Aleyhisselam ve i'taqada ennehu Teala ma'a zalika mar'iyyun hatta sa'alahu en yuliyahu. Şunda itiqad qilish bilan birga Musa Aleyhisselam Allah Teala'nınki küriladigan ekanligini itiqad qildi. Hatta diyen şu sebepten sa'alahu en yuliyahu diye Allah Teala'nın yüzünü körüstüşünü soradı. Allah Teala'nın zatını Musa Aleyhisselam'ın körüstüşünü soradı. Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın bizden hemimizde yakıştığını etti. Yani peygamber de o. Allah Teala'nın zatını kürüşne mümkün ya mümkün emeslikini bizden yakışı biletti. Şu eğer de bunu Allah Teala'nınki zatını kürüş mümkün emeslik boğan olsaydı Musa Aleyhisselam belki sormağın bulat dedi. Mümkün boğalık için sorudu. Emdi bir adam Allah Teala'nınki cemalini küreş. Allah Teala'nın küreş mümkün emes deydikken bunu bilgen buludu dese femen za'ame kim ki Allah Teala'nın küreşini mümkün emes deyip guman kılıdikken faqad idda'a ma'rifete ma cehilehu Musa Aleyhisselam min sıfatillah. Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın sıfatlarından bilmegen nesini bilmen dep dava kılgan buludu. Musa Aleyhisselam bilmegen bir işten bilmen dep. Musa Aleyhisselam bilmegen olsa sormaydı. Lakin bir adam ya Allah Teala'nın kögül olmaydı dese Musa mı bilmem ben Musa'dım mı ale diyen buludu. Ve hâzâ fasit. Bu tabii ki bunda değiştirme fasit. Bunda da hiç kanda Musa peygamberden bir adamdaki alimler kısmı mümkün emez. Peygamberden bir Türk adamının alimler kısmı emez. Mümkün emez. Ve hâzâ fasidun. Ma birinci delil. Birkaç delil ekledimdir. Bu musannif muhakkik boğalık için bir delille tutmaydı. Bir kançı delil ekleyip şu gap kılabilmez kılıp etkenliğinden tutaydı. Ve li ennallâhe Teala ikinci delil emdi var. Ve şunun içindir ki diyen gap şunun için biz ehl-i sünnet Allah Teala'nın kürüş ahiret ölüstü kürüş haktır dedi ki dedi. Çünkü Allah Teala allaka ru'yetehu diyen gap Allah Teala'nın zatının kürüşünü bistiqraril cebeli tağının öz ornida karar elip turuşuğa bağlap koydu. Bi kavlihi azze ve celle Allah azze ve celle'nin bunu kavluyla fe in istaqarra mekanehu fesevfe terani. Eğer bu tağ öz ornida karar elip şuk tursa turalısa
Sen beni pat arada küreleysen dedi Allah Teala. Vestiqrarul cebeli mumkinun aqlan. Tağның öz ornida qarar elip şuk turishi degan nima? Aql jihatdan mumkin bo'lgan ish. Ya'ni Allah Teala deb qo'ydi, Allah Teala kafirlarning jannatga kirishiga misol keltirib dedi. Ya'ni yığınının quluqidan tugi o'sib yutudiki kafir nima kirmaydi? Kafir jannat kirmaydi dedi. Avu hukm aqli edi. Yığınının quluqidan tugi talamdi ya da o'tmaydi. Shunami? Chunki kichik narsa, ma'u cho'ng narsa. Bu degan hukm aqli ma'u. Endi ya'ni kafirning jannatga kirishini Allah Taala hukm aqli bilan misol keltiryapti. Yani mumkin emas ishlar. Yığınının tushkidan tugining o'tishi mumkin emas. Shunama xuddi shuningdek kafirmi jannatga kirmaydi dedi. Lekin miyadi-chu. Agar tog' shuk tursa o'rnida sen meni ko'ralaysan dedi. Tog'ning shuk turishi mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin. Ha? Shuk turmasligi mumkin. Tavrab ketishi mumkin. Tavrishi mumkin. Demak, mumkin bir ish qilib olib qo'ydi. Mushi bo'lib qolgan deydi. Vastiqrarul jabali mumkinun aqlan. Tog'ning o'z o'rnida qarab turishi degan bu aql jihatdan mumkin bo'lgan bir ishdir. Sizga 5 taman mumkin, joiz, vojibni tushundim, ha? Tushunsan bo'ldim. Va ta'liqu bil mumkini mumkin bo'lgan bir ishqa ta'liq qilib qo'yish, bog'lab qo'yish bir ishni, yana bir ishni yadullu ala imkani degan shu muallaq qilingan ishning mumkin ekaniga dalolat qiladi. Ya'ni Alloh taolo misol keltirib bermaydi. Davuz xilal kafirlarning jannatga kirishini nimaga bog'lab qo'ydi? Mumkin emas ishga bog'ladi, ha? Shu mumkin emasligini bildik. Musa alayhisalom bu mataq o'rnida tursa, siz meni ko'ralaysiz dedi. Demak, buni mumkin ishga bog'laganlik uchun ko'rish mumkin-kan. Ko'rish mumkin-kan degan chiqaveradi. Bizda yangi gapni aranglar. Ko'rish mumkin-kan degan gapdan ko'rdi degan gap chiqmaydi, ha? Ma vujud bilan mumkinni bilib farqini bilishinglar kerak. Vujud bilan mumkinni. Ko'rish mumkin degan boshqa gap, ko'rdi degan boshqa gap. Tushunarlimi? Biz ko'rish mumkin degan gapdan ko'rdi degan gap chiqmaydi. Musa alayhisalom Alloh taolaning ko'rdi degan gap chiqmaydi bu yerda. Ammo ko'rish mumkin degan gapni da'vat etamiz. Nima uchun oxiratda ko'rishni isbotlash uchun? Oxiratda ko'rishni isbotlash uchun da'vat etmoqni. Buni bilish kerak. Ama şunu delilinde vardı ki veli Allah Teala akhbara ennehu tecella lil cebeli ve huve ibaretun an halqil hayati vel ilmi ve ru'yeti lil cebel. Ve üçüncü delil şunun için Allah Teala kıyamet günü kürülüdü ki çünkü Allah Teala üzün kalamında ennehu tecella lil cebeli de haber verdi Kur'an-ı Kerim'de. Tecella lil cebeli deb xabar berdi. O'ziga taqqa tajalli qilganligini xabar qildi. Bu taqqa Alloh taolaning taqqa tajalli qilishi degani nima degani desa, bu ibaratun an xalqil hayati vel ilmi ve ru'yati lil jabal. Alloh taolo taqqa hayot degan bir hayotlik va ilm biladigan, Alloh taolani ko'rganligini biladigan bir ilm va ru'ya va Alloh taolani ko'radigan bir nima, kurash xususiyati. Mush 3 xususiyatni yaratganlikdan iborat. Taqqa tajalli qildi degan gapning o'zi, taq degan amaliyotda bir nima jamoat. Unida anglaydigan nima yo'q, quloq yo'q, ko'radigan ko'z yo'q, so'zlaydigan til yo'q, biladigan aql ham yo'q, bilim ham yo'q. Ilm qabul qilmaydi. Endi mujunda bir narsani, Alloh taolo taqqa tajalli qildi deganlik nima deganlik bo'ladi? Ya'ni Alloh taolo bunga bir xil avvalan bir hayotlik, bir xil. Biznikiga o'xshamasmi bir xil hayotlik yaratdi va bilalaydigan bir bilish qobiliyati yaratdi. Külaylaydigan kurish qobiliyati yaratdi deganlik bo'ladi. Ha, demak, mushuni o'zidan biz taqqa tajalli qildi degan gapdanmi, ya'ni Alloh taolaniki ko'radiganligining. Mushuning o'zi taqniki Alloh taolo taqqa tajalli qildi deganning o'zi, ya'ni Alloh taolaniki ko'radiganligining mumkin ekanligini bizga nima qilyotdi? Ifodalab beryapti. Nass alayhi ash-shaykhul imam alamul huda Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah. Men mush yuqorqi mush iboratga va huwa ibaratun an xalqil hayati vel ilmi ve ru'yati lil jabal degan mush iboratning o'zini imom Sheyx imom Alamul Huda degan hidoyatning teg'i Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah radhiyallohu anhu va arda uchuq so'zlagan edi, nas keltirgan edi. Fayadullu andavgandikin fayadullu ala jawazi ru'ya. Mushumu Allah Teala'nınki ko'rilishining joiz ekanligiga dalolat qiladi deydi. Xo'sh. Fa in qil agar bundaq deyilsa, bunda bir e'tiroz kelsa.
İn kana ma zekertum yedullu ala cevazir ru'ya. Sizlar tuvan yuqurda so'zlab o'tgan dalillaringlar. Alloh taolaning kurashning joiz ekanligiga dalolat qilsa, faqawluhu anda bo'lsa Alloh taolaning lan tarani degan qavli. Bu yerdagi lan sizlar o'qidinglar Siboviy degan mustaqbalni ta'kid qilish uchun, mustaqbalning nafisini ta'kid qilish uchun deb uznadigan. Va annahu yaqtadi an-nafya ala at-ta'bid. Ya'ni mushadgillan abadga ko'nmaslikni taqozo qiladi. Yadullu ala istihalati. Andagan keyin yadullu ala istihalati. Alloh taolani abadga ko'nmaydi, ko'ranmaysan degan gap Alloh taolani kurashning mumkin emasligiga dalolat qiladi degan modelni kiradi. Qaranglar, bizga Mu'tazila chandimay bizning aqlimizni shuni biz yadlam hujum qiladi. Mijadiki gaplarni xato, ta'bid degan gap xato. Siboviy nima deydi? Nahv olimi en katta peshvosi nafiyni nima deydi? Lan degan nimani kuchlantirdi? Mustaqbalning nafisini kuchlantirdi, ta'kid deb keldi. Ta'bid deb keldi, tushunarmi? Kuchlantirdi bas. Shuni diqqat qilish kerak. Ta'kid bilan ta'bidning osmon-zimon farqi. Misol ta'bid degan bir xato gapni kelishlar, xato gapni chiqarmaydi. Va annahu yaqtadi an-nafy ala at-ta'bid yadullu ala istihalatihi. Degan mavzuni keltirgandan qullar buning javobini bunday deymiz. Nahnu istadlalna bil ayati ala jawaz ar-ru'ya. Biz shu oyat bilan Alloh taolaning kurashning joiz ekanligiga dalil tutdik. Dalil hosil qildik. Va qawluhu Alloh taolaning va lan tarani degan qavli yaqtadi nafyal vujudi la nafyal jawaz. Bu Alloh taolaning kurashning barligining nafisini taqozo qiladi. Bu yerda badin vujud bilan mumkinni aylandim beşda. Ya'ni bunda degani siz ko'ranmadingiz, ya'ni Alloh taolaning kurashda bo'g'ini yo'q degan gap, bo'g'ini yo'q degan gap. Lekin kurash mumkin emas degan gap emas. Kurash mumkin emas demakchi emas. Ya'ni kurash bo'g'ini yo'q degan gap mana farq. Bo'g'ini yo'q degan gap bilan mumkin emas degan gapning ikkisiniki farqi bor. Fala yaqa'u ta'arud. Undan keyin bu yerda qarama-qarshilik yo'q. Mobil dalil. Va qawluhu innahu amdi mu'tazilizning e'tiroz bildiruvchining innahu nafyun ala at-ta'bid. Ya'ni lan degan ya'ni abadga nafiy qilishdir degan bo'ladi degan gapga la nusallim. Buning qanamizniki va ahli sunnat olimlariniki musharriq mishantisida ta'bid degan gapimiz xato deydi. Biz bu gapga taslim bo'lmaymiz. La nusallimu bi anna kalimata lan lit-ta'bid. Lan degan kalima ta'bid shuni degan gapga biz buni taslim emas. Bal hiya lit-ta'kid fa hasb. Bilamma? Ya'ni biz haqiqatda o'qiganda Imom Siboviy muddat degan muhaddis Siboviyning gapi bilan shunga gapni bir xil chiqyapti hozir. Demak, haq degan mushadamdi. Ya'ni bal hiya lit-ta'kid fa hasb. Lan degan faqatlam ta'kid uchun, nima uchun emas? Ta'bid uchun emas. Endi dalil so'raymiz. Nima dalilingiz nima? Biz asli Imom Siboviy muddat degan desakmi bizga dalil yetadi. Kifoya, yakfi. Tushunarmi? Lekin taxmin bizga dalil tafsilini so'zlab berdim. Ad-dalil alayhi onun dalilimiz bo'lsa Alloh taolaning Maryam radhiyallohu anhadan qilgan xabar. Maryam radhiyallohu anha sanam bo'ldi, Maryam alayhissalom sanam bo'ldi. Lekin eng avvali Maryam alayha va ala valadihi va ala nabiyina afdalus salati vassalam sanam taqma avval isim bo'ldi. Tushunarmi? Lekin ma fi mushkila yani. Falan Maryam radhiyallohu anhaniki falan ukallima al-yawma insiya. Bugun hech kimga gap qilmayman dedim. Falan ukallimal yawma insiya. Bugun hech kimga gap qilmayman. Qaranaha bil yawm. Shu gapni yawm bilan juplab qo'ydi. Falan ukallimani yawm bilan jupladi. Va annahu lit-tawqit. Yawm degan nima uchun? Bugun degan gap vaqt belgilash uchundir. Bugun degan bir vaqtni belgilash uchundir. Va ta'qitu ma'a ta'bid. Bugun degan vaqtni belgilash ma'a ta'bid lan degan abad vaqt yani vaqtni cheklash, vaqtsiz keltirish bilan vaqtli keltirish yatanaqadan, qarshi. Unda agarda lanning ma'nosi vaqtsiz bo'lgan bo'lsa, ya'ni abadga bo'lgan bo'lsa, siz degandek, hargiz bu yerda valan ukallimal yawma insiya demakdir. Nima deydi? Valam yoki vala ukallimul yawma insiya degan bo'ladi. Lanning ma'nosi faqatlam kuchlantirish beradi. Ya'ni men bugun hargizmi inson hech bir insonga qilmayman degan bo'ladi. Men bugun abadga hech bir insonga qilmayman desa qanday ma'no chiqdi bu yerda? Men bugun abadga mangu hech kimga qilmayman desa to'g'ri ma'no chiqamdi? Qarama-qarshi. Bugun degan gap bilan mangu degan gap qarama-qarshi bu yerda. Demak, lanning ma'nosi faqat hargiz degan ma'no chiqdi unda. Nima chiqmaydi? Qat'iy bunda ta'kid ma'no chiqaramiz.
ta'bid ma'ni chiqarmaymiz. ولو كان للتأبيد ولو كان أجر لن تأبيد شو مغموزيدي لكان المراد منه bunundik emdi biz eğer de dedi. Yani ve in sellemna mesela. Biz eğer de bu lenning ta'bid şunu diyen manisi ki biz teslim bo'lgan takdirde teslim bo'lmaymiz. Teslim bo'lduk deyli bo'ladi. Ta'bid uchun deyli. Eğer ta'bid uchun bo'lgan bo'lsaydi لكان المراد منه النفي في دار الدنيا. Bunundik maksat bu dünyada kürenmeysiz degan bo'ladi. Lan tarani degan ya'ni bu dunyoda kürenmeysiz degan bo'ladi. La fi daril ahiret dünyasida kürenmeysiz degan bo'lmaydi. Bunun ma'nosi. Nima qildi? Gapimiz nimasi endi dalil keltirib o'tdim. Musallatning ajoyib kuchli dalillari. Va dalilu alayhi bunun dalili Alloh taolaning qavli. Va la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Yahudilarniki o'limni arzu qilmaydiganligi haqida Alloh taolo nima deydi? Ulardan Mesela ölsem olmamda o da sorsam ne deydi o? Bu herkes mi ulanın ilgili kılgan günahları tüfeğiyle herkes mi ölemden ne kılmaydı o? Ebedki arzu kılmaydı o dedik. Ebeden de bir güçlendirip geldi mi yani? Eğer len ebedenini ispatlayan olsa ebeden kötülmeydi. Bildik kötüdü. Len tekit için ebeden tebidini ifadeydi. Lakin biz sizin dediğiniz bu içe değil. Ebed ifade değil. Herkes mi arzu kılmaydı dedi Allah Teala. ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ Andaki Kur'an-ı Kerim yeni bir yerde Allah Teala ulanın ahirette ülemni arzu kılıdığını haber verdi. Allah Teala özünün kavliyle ne dedi? وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Ula dedi ki ey Malik Rabbim bizni öldürüversin. Biz ölgen olsak da arzu kıtır dedi. Demek bu ayetindeki eğer lan ebedne bu dünya ahiretne eğer de Lenni biz ebed ma'na etgan takdirde mu şu dünyanın ganam diyen buludu. Ahiretini demeyin. Çünkü ayet yeni bir ayette Allah Teala ula devzihiler Allah Teala'nın öldürüşünü ülemle arzu kılıdı. Ma yeni bir ayette ula herkes mi arzu kılmaydı dedi. Demek len hakançı ebed bu takdirde mi kaçancı buldu iken? Yani bu dünyalık buldu iken. Ama bulunduk şu delil olmaydı. Ve kavlu Teala Allah Teala'nın vucuhu yevmeydin nadira ila rabbiha nadira diyen kavli. Yani bir münç yüzler çökeni körken bulup ketkiçidir. Rabbiga ila rabbiha nadira degap Parvardigarga qarab körken bulup ketkiçidir. Körken bulup ketkiçidir. Yadullu ala rü'yetil mu'minin. Yani mu'minlarning Rabbini kıyamet günü külüşüge dalalet kılıdı. Mana muş ayetin özü. Bizde vahum fil cennet. Onda olsa vahum fil cennet degan qayd bo'lsa ham yaxshi. Ya'ni mu'minlarning Rabbini qiyomat kuni jannatga kirishiga dalolat qiladi. Fa inna ahli lughat chunki ahli lughat ahli ittafaqu anna an-nazara lughat ahli shunga ittifoq keldiki lughat ahli shunga birlik keldiki nazar qarash degan bu so'z idza uddiya bi kalimati ila kalimasi bilan mutaaddi qilinsa fe'l lozimdan nima o'tkazsa fe'li mutaaddiga o'zgartirilsa yuradu bihi ru'yatul ayn undan ko'zlan kurash iroda qilinadi. Va kaza qawluhu Teala shuningdek Alloh taolaniki faman kana yarju liqa'a rabbih degan qavli ila g'ayri zalika min al-ayat undan boshqa oyatlargacha masalan bu yerga va liqa degan nima ru'ya. Allah Rabbining kulishni orzu qilganlar degan bo'ladi ma'nosi. Faman kana yarju liqa'a rabbih degan Rabb bilan kulishni degan ma'nosi, ya'ni Rabbini kulishni degan gap. Qanday kulishni bir odam ko'msa, ko'mgan bilan ko'rishgan bo'lmaydi bir şey. Ve keza kavluhu ta'ala shunday Allah Teala'nın qavli lillezine ahsanul husna ve ziyada. Yani ihsan yani yaxshilik qilganlarga husna degan cennet vardır. Husna nimasi? Yani cennet vardır ve ziyada. Cennetin ziyada bo'lgan bir ne'mat bo'lsa didarullah. Allah Teala'nın cemalini kurash vardır. Deb tafsir şunaslarni shunda degan. Zakara ammet ahli tafsir yani ahli tafsirlarning ko'p sonligi Rasulullah'ı marfu qilib ko'tarib yani hadis bilan tafsir qilib bu oyatni Ennel murade mine ziyad. Bir adki ziyadetin murad Allah Teala'nın kurashtur degan. Bu yangi dersimiz müşakil bo'lsin. Va ahir davana elhamdülillahi rabbil alamin.